Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, morfologiyasi va tuzilishi. Reja: bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi va metabolik asoslari, bakteriyaning morfologik shakllari, o'lchamlari va ekologik xilma-xilligi, bakterial hujayra tuzilishi va uning komponentlarining biologik ahamiyati. Bakteriyalar Yerda 3,5 milliard yil davomida mavjud hisoblanadi. Bakteriyalar biosferadagi moddalar aylanishi, organik moddalarning parchalanishi, azot fiksatsiyasi va antibiotik ishlab chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Ular prokariot organizmlar hisoblanadi va yadrosi membrana bilan ajralmagan. Bakterial hujayraning umumiy kimyoviy tarkibi 70-90% suvdan iborat. Oqsil, nuklein kislota, lipid, uglevod, mineral tuzlar va elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Oqsillar fermentativ va strukturaviy funksiyani, lipidlar esa membrana barqarorligini ta'minlaydi. Uglevodlar peptidoglikan, kapsula va glikogen shakllarida uchraydi. Nuklein kislotalari DNK, RNK, plazmidlar hamda energetik birikmasi bu ATFdan tashkil topgan bo'ladi. Bakteriyalar tashqi shakllari sharsimon koklar, tayoqchasimon batsillalar, buralgan vibrion spirillalar, filamentoz poliamorf shakllari hamda joylashishiga ko'ra yakka juft zanjirli, guruhli shakllarda joylashgan bo'ladi. Koklar monokok, diplokok, streptokok, stafilokok, tetrakok hamda sarsinokok kabilarga ajratiladi. Batsillalar diplobatsilla, streptobatsillalarga bo'linadi. Spirillalarga spiralsimon shakldagi bakteriyalar, vibrionga esa egri tayoqcha yoki vergul shaklida bo'lgan bakteriyalar kiradi. Filamentoz va poliamorf shakllarga filamentoz bakteriyalar bu ipchasimon yoki ipli tuzilishga ega bakteriyalar, poliamorf bakteriyalar esa shaklini o'zgartira oladigan bakteriyalarga aytiladi. Hujayra devori mexanik himoya qiladi, shaklni saqlaydi hamda peptidoglikan mureindan tashkil topgan bo'ladi. Gram musbat bakteriyalar qalin devorga, gram manfiy bakteriyalar esa yupqa devorga ega bo'ladi. Filagelalari bu harakat organoidlari hisoblanadi va joylashishiga ko'ra monotrix, lofatrix, amfitrix, peritrix kabi shakllarga bo'linadi. Bakteriya hujayrasining tuzilishi quyidagicha bo'ladi. Stoplazma va ribosomalardan tashkil topgan bo'ladi. Stoplazma bu metabolik markaz, ribosomalar oqsil sintezini amalga oshiradi. Genetik apparati nukleid va plazmidlardan iborat. Nukleid bu membranasiz DNK ipi, plazmidlar esa kichik DNK halqalar bo'lib, genetik axborotni uzatadi. Qo'shimcha tuzilmalarga kapsula, flagella, pili hamda sporalar kiradi. Kapsula himoya qatlami, flagella harakat organoidlari, pili bu yopishish va konjugatsiyada ishtirok etadigan organoidi, sporalar esa og'ir sharoitda yashovchanlikni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda, bakteriyalar soddaligiga qaramay murakkab biokimyoviy tizimga ega. Ularning tarkibi va tuzilishi evolyutsion moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Biologiya va tibbiyotda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.